15-oktyabr kuni uchun valyuta kurslari e'lon qilindi. O'zbekiston Markaziy banki 2025-yil 15-oktyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Unga ko'ra, AQSh dollari 35,56 so'mga qimmatlashib, 12.185 so'mni tashkil etdi. Yevro 629 so'mga arzonlab, 14.081 so'm bo'ldi. Rossiya rubli 214 so'mga qimmatlashib, 152.58 so'm bo'ldi. Funt sterling 37.86 so'mga arzonlab, 16.165.99 so'mni tashkil etdi. Yapon yenasi 0.27 so'mga qimmatlashib, 80.10 so'm bo'ldi. Shveysariya franki 27.29 so'mga qimmatlashib, 15.151.84 so'mga yetdi. Xitoy yuani 2.88 so'mga qimmatlashib, 1.706.43 so'm bo'ldi.